Assalomu alaykum. Sizni kuzatib boruvchi do'stlar, hamyurtlar, hamkasblar, dehqon aka-ukalar, hamma zo'rmi? Ishlar bilan charchamay, yaxshi yuribsizlarmi? Xudo xolasa biyagomislarimizni eson-omon tayyorlab, salqin joyga, darvozaxonaga olib kirib taxlab oldik. Kimga sifatli biyagomislar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sifati a'lo darajada bo'lgan biyagomislarimiz sotuvda mavjud. Mana shu tasvirda ko'rib turgan cho'lcha bilan tasada biyagomis yetishtiraman. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ishlar qiziq holatda ketyapti. Ko'rib turgan reaktorlaringizda biyagomislarimiz bor edi. Hammasini ilab xaltalab tayyor holatga keltirib qo'ydik. Kimga mahsulot kerak bo'lsa, tortinmay aloqaga chiqaverasizlar. Jizzax atrofida dehqonchilik qiladigan aka-ukalar uchun maxsus video. Telefon nomer 33 343 0004. Ismi Sobir. Xolasa bu 2026-yilga 90 tonna mahsulot jam qildik. 30 tonna sotildi. Mana sotuvda 60 tonna biyagomisimiz mavjud. Kerak bo'lgan vatandoshlarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 1,5 ming so'm. Optim narxlarda tayyorlab beramiz. Sifati a'lo darajada. Shu plantatsiyalarda yetishtirganmiz. Sizlar xolasa sifati a'lo darajada bo'lgan biyagomislarimiz sizlarga uchun